Ziyoratlar qanday bo'ldi? Ziyoratlar bomba bo'ldi. Maza qilib dam oldik. Yaxshi zamonlaringizmi? Rosa maza qilib dam oldik. Aylanish zo'r bo'ldi ziyoratlar. Hamma xursand, hammaga yoq. Taassurotlar dahshat bo'ldi, lekin o'ylamagandik unaqa bo'ladi deb. Bomba bo'ldi. Rahmat. Bizim buni formani alohida tema. Gap yo'q. Cho'tki bo'ldi aylanish. Dam olish zo'r bo'ldi. Xudo'lisa hamma mazza qilib dam oldi. Ziyoratlar hammaga qabul bo'lsin. Mana Chinor kafesi juda ham yaxshi dam olib kelyapmiz. Boshlig'imiz Musabek Tanjan sog' bo'lsin, bolalarga bosh bo'lsin, qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Ishlarni omadini bersin, bola chaqasi bosh bo'lib, har doim mana shunday yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Yanagi yil hayitlarga yetishib yurish nasib qilsin hammamizga. Avvalo hammani kirib kelgan Qurbon hayit bilan tabriklaymiz. Mana sayohatdan qaytyapmiz, xudo xolasa. Tashkilotchilarga alohida kattakon rahmat. Mana hammaga bir xil formachalar, ziyorat joylari tashkillashtirilgani va shu bir-biriga mos. Mana avtobuslar, mana komfort, konditsionerlar. Boshliqqa rahmat aytamiz, tashkilotchilar hammasiga rahmat aytamiz. Sog' salomat bo'lsin hammasi. Chinor zo'r. Yoshlikdir do'stlarning ajib timsoli. Quvonchlarga to'lib g'amlardan yiroq. Ajib kunlaringizdan beruvchi darak. Hayit ayyomingiz bo'lsin muborak. Rahmat sizga, omon bo'ling. Chinor zo'r!